Bugungi videomizda biz 1 million JT'lar bilan koinotni egallaymiz. Let's go. Hozir tushgan asteroid edimi? Lekin bu samoviy kema ekan. Qanday qilib samoviy kema tushishi mumkin? Yo, bu o'zga sayyoralikmi? Ref, rosa ham u o'zga sayyoralik. O'zga sayyoralik bo'lsa uni o'ldirdim va xaritani oldim. Bu yerda qandaydir galaktikalar tizimi bor ekan. Sayohat qilamizmi? Unda let's go. Men JT'larni saralyapman. Barchalaring kiringlar, faqat bozoga mumkin emas. Tiri yo'qol yoqqa. Samoviy kemaning ichi juda ham chiroyli va murakkab narsalar juda ko'p ekan. Bu nima bo'ldi? Lazer ekan. Yo, bundan kutmagandim. Bu-chi? Bu yana qanday tugma bo'ldi? Bosib ko'ramiz. Aha, bu yerga bolalar kelar ekan. Qizil tugmaning yoniga. Let's go bolalar. Kim imposter? Imposter bozo. Endi ko'zimga ko'rinma. Yo'qol, seni otib tashlaymiz. Iltimos, unday qilma, Ref, meni otma. Unday bo'lsa so'nggi so'zingni ayt. Reflex kanal 30 ga bo'lgani bilan barcha obunachilarni tabriklayman. Bu gap menga juda ham yoqdi. 30 ga bo'lganimiz uchun barchaga rahmat. Lekin baribir o'ylasan. Xavf, meteorit uchib kelmoqda. Axir Ref, meteorit uchib kelyapti. Endi nima qilamiz? Barchasi mening nazoratim ostida. Kemada lazerli bomba borligi esingdan chiqdimi? Yo, bu yana qanaqa orol bo'ldi? Orolning shakli nimagadir o'xshar ekan. To'g'rimi obunachilar? Noma'lum sayyoraga tushishdan qo'rqmaysanmi? Bundan qo'rqishim kerak. Jamoa oddiygina pushti rangdagi sayyora-ku. Bu yerda aholi soni ham juda ham ko'p ekan. Salom, basharangga seni nima bo'lgan? Bu yerdagi eng kattani yoniga meni olib bor. Bu yerda yashaydim u. Darvozasi juda ham chiroyli, pushti rang ekan. Yo, shugunami? Shundan qo'rqasizlarmi? Men prosta tak otib tashlayman uni. Nimaga qo'rqasizlar bilmadim. Endi eng kattasi menmanmi bolalar? Lekin bu qanaqasi bo'ldi? Jamol, bu yerda xazina bo'lish kerak edi yoki xarita noto'g'rimikan? Yo, xarita burilarkan. Endi qanaqasi? Endi yana orqaga qaytamiz. Let's go. Hech bo'lmaganda boyagi sayyoradan yaxshi ekan. Pushti rang emas, menga blue, ya'ni ko'k rang yoqadi. Let's go. Bu yerda muzey bor ekan. Jamol bilan kiramiz. Bu haykal juda ham yaxshi. Qo'l bilan tegib bo'lmas ekan. Unda uni buzib tashlaymiz. Yaxshi, bu yerda qandaydir artlar, ya'ni san'atlar muzeyi bor ekan. Mona Lisani kutgandim. Bu nima bo'ldi? Aha, bu yerda nima bo'lishi mumkin? Rakfina va yo, sizlarda ham piston bormi? Qanday qilib? Sizlar bizdan yaxshi rivojlangan ekansizlar. Buni taqqilatamiz. Bu yerda hech kim yo'q. Yo, what the fuck? Qilishga boshqa joy yo'qmi sizlarga? Menga suyuq ichimlik bering iltimos, ser. Xo'p, mayli, oling. Suv juda ham g'alati va nomi ham g'alati ekan. Kommentariyaga nomini yozib qolamiz. Bu yerda qandaydir gam bor ekan, ya'ni qurol. Uni sotib ola olmayman, pulim kam, lekin o'g'irlasak bo'ladi. Let's go. Sindirib olaman. Aha, yaxshi qochamiz. Militsiyalar qo'lyapti. Hali ham bizni ko'rishmadi, Jamol. Yaxshi bo'ldi. To'g'rimi, bro? Otib ko'ramiz. Kimda sinayman? Senda sinasam ekan. Yo, orqada odam kelyaptimi? Qani ko'raylik. Bola otamiz. Yo, uni eritib yubordi. Juda ham kuchli motor ekan, menga yoqdi. Lekin bu yerda nima bo'lishi mumkin? Nima? Ay, yo, bu pigni nima qilishdi? Bu o'zga sayyoradan-ku. Bozo, sen nima qilyapsan? Senga nima bo'ldi? Yo, what the fuck? Nima bo'lgan? Kommentariyaga yozamiz. Izohlarda kutib qolaman. Yo, bratan, senga nima bo'ldi? Sen meni negativchimiding? Hatermisan? Yaxshi, seni ozod qilaman va boshqa haterlik qilmasliging uchun senga imkoniyat beraman. Mayli, chiq, bratan. Bo'pti, gaplashamiz, charchama. Lockout. Rahmat, Ref, charchama, bratan. Ha, mayli, lekin bu yerda chiroyli manzara bor ekan. Yo, what the fuck? Davay borib ko'ramiz. Bu yerda qandaydir arena, bu yerda hattoki jang bo'ladi, ya'ni PvP. Lekin raqib juda ham kuchli. Qanday qilib yengadi uni? Yo, meni aytarim-ku, u qayerdan keldi? Bu yoqqa kel, baqaloq, men sen bilan tushaman, qarochi. Kuching yetmaydi, mana urdim. Bazukadan ye, qarochi. Menga po'xir, hammani yo'qib tashlayman, men aytarman. Assalomu alaykum, yaxshimisan? Orqangga piston tiqsam qanday bo'ladi? Yo, ha. Bu haterim juda ham o'zidan ketib qolibdi. Endi uni o'ldirib tashlayman. Iltimos obunachilar, haterlik qilmanglar. Bu yaxshilikka olib kelmaydi, u ham o'ldi. Yaxshi emas. Yo'q, qanday politsiya keldi? Ehtiyot bo'lib qoch, Ref, men senga yordam beraman, birodar. Bu yoqqa kelinglar, sizlarni o'ldiramiz. Bu yoqqa kelinglar, sizlarni o'ldirgim kelyapti, bu yoqqa. Nima, borishim shartmi? 416 da yo'q. Mana senga hali shunaqami? Yo'q, bozo, qanday qilib? Seni qutqarib qolaman bazukadan yerlar. Aha, ular bazukaga chidamas ekan. Undan ko'ra Ref, menga yordam ber, yordam kerak, Ref, iltimos. Jamol, meni kechir, meni bazukam o'q tugabdi, lekin seni aniq qutqaraman, lekin bo'lishi mumkin emas. Kitobmi? Ular tashladi. Jamolni qaytib olamiz va Jamol yaxshi dada deb yozishibdi, bolalar. Shuning uchun barchasini boshidan boshlaymiz. Eng muhim bu emas. Eng muhimi bu emas, obunachilarim. Reflex o'z Telegram kanalini ochdi va Telegram kanaliga o'tib qo'yishlari mumkin. Bu yerda eng qiziqarli modlar, shaderlar, hattoki server IP-lari, streamning qachon va qaysi soatda bo'lishi, mening profilim, reklama xizmati, eng zo'r narsalarni barchasi Reflex o'zining Telegram kanalida bo'ladi. Iltimos Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalining linki opisiyatsiyada bo'ladi va o'tib qo'yishlaring mumkin.
Hozirgi mavzuga qaytamiz. Obunachilar jamoani qutqarish kerak. Operatsiya B5 ni boshladik. Nomi B5 bo'ladi va ko'rib turganlaringdek raqsga tushmanglar bolalar. Bu qanaqasi? Qanday raqs bo'ldi bu? Yo, baqaloq, sen ko'p ovqat yeysanmi deyman a? Siz ortiqcha yog'ni yig'ilishidan deb o'ylayman. Yog'laring hozir tushiraman. Iltimos bro, otna Reflex kanaliga obuna bo'linglar deb reklama qilyapman-ku. Ha, to'g'ri. Shuning uchun mana bu gamburgerni ol va yanada semir demoqchi edim. Mayli unda obunachilar. Biz barcha operatsiya B5 kemalarga o'tirdik va biz ketamiz oldinga. Let's go. Men ham o'z kemamni egallab oldim. Bolalar bilan ketyapmiz. Juda ham chiroyli manzara. Ehtiyot bo'l, birodar, urilib ketish mumkin. Ehtiyot bo'l dedim. Ehtiyot bo'l. Ahmoq, sen ham ehtiyot bo'l. Mayli. Boshqalar ko'rdinglar bolalar. Xulosa chiqarishlar mumkin. Iltimos, jim tura olmaysanmi bitta joyda? Aha, xulosani chiqaringlar. Shuncha iltimos aytgan qilinglar. Senlaysa aytgan qilmaganing uchun mayli. Pistonni kim bosmoqchi? Seni birinchi sinab ko'ramiz. Let's go. Birinchilardan bo'lding. Senga omad tilayman. Boshqalarni ham o'ldiraman. Ketdi. Birdaniga. Yo, bro, senga nima bo'lyapti? Buni bilgandim. Va hamma kutgan manzara bo'ldi. To'g'rimi bolalar? Mendan qo'rqmanglar. Men yomon emasman. Mana shu emeraldlar olish xohlasang, sevgan qizingdan voz kech. Yo'q, hech qachon voz kechmayman. Unda sen o'lishi mumkin. Mayli, unda bu ishni sal kengaytiramiz. Sevgan qizingga berib ko'raman. Hoy, qizaloq, meni eshit. Agarda mana shu emeraldlar olish xohlasang, uni tashlab ket, короче. Bu emeraldlar uchun hamma narsaga tayyorman. Men prosta chin sevgilaringni sinab ko'rmoqchi edim. Emeraldlar hech kim olmaydi. Bro, shuning uchun ko'ryapsanmi? Hech kim yaxshi ko'rma. Yaxshi ko'rgan insonlaring pul uchun seni sotib ketishlari mumkin. Söylüyorum, kendine çok iyi bak be. Seni çok seviyorum. Yana geçen geceler unutulup gider. Bo'ldi obunachilar, skill time tugadi endi. Battle group qilamiz. Kim bilan kim tushishini o'zim ko'raman. Let's go. Bozo tushadi va Bozo kimga qarshi ekanligingni bilasanmi? U juda ham mushaklari kuchli va juda ham quvnoq. Qara kattaligini. Juda ham mos raqib ekan. Ehtiyot bo'l, Bozo juda ham kuchli. Yo, qo'lini cho'zyapti. Ehtiyot bo'l, Bozo. Yo, nima? Bozoni yeb qo'ydimi? Qanday qilib? Yo, what the fuck? Ha, bo'ldi, bolalar, quvnoqlashamiz chunki biz jangga tayyormiz. Let's go. Bo'ldi, bolalar, seriyosni joyiga kelib qoldik va biz endi samoviy kemalarga minsak bo'ladi. Chunki barchasiga tayyormiz. Samoviy kemaga mininglar. U bedrockdan qurilgan va juda ham mustahkam. Biz bu yerga keldik va endi Xudo xohlasa jamoani qutqarishimiz kerak. Let's go. Oldin bu yerlarni tekshirib olamiz. Bolakay, oldinga yurasan. Yo, yurmaysan, bunda otib tashlayman. Tushungan bo'lsang, yana yur. Bu yerda mina yo'qmi? Yurchi qani? Let's go. Yurib, yo'q, qoldi. Demak, bu yer minalashtirilgan hudud. Bolalar, let's go. Jang boshlandi. Mana, seni otmasligim uchun Jamolni ko'rsat. Aha, endi baribir otib tashlayman. Jamol, birodar, yaxshimisan? Seni qiynashdim bular. Azoblashdim. Endi barchasiga amin bo'ldim. Bular juda ham yomon ekan. Let's go, qochishimiz kerak endi. Jamol, nima qilib bo'lmasin? U kim bo'ldi? Taniysanmi uni, Jamol? Ha, taniyman. Mening sherigim edi. Mahbusxonada birgalikda yashadik. U juda ham yaxshi bola. Iltimos, uni olib ketaylik. Sen so'raysan, men yo'q deyman. Jamol, let's go, birgalikda ketamiz va bu sayyoralarni bosib olamiz va xazinalarga ega bo'lamiz. O'rtoq, eshitdingmi? Seni ham olib ketamiz. Let's go. Aha, oxiriga ham kelib oldik. Endi ular bir umr mashina chirib o'lib ketishadi. Yaxshi bo'ldi, to'g'rimi Jamol? Biz darvozadan chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Nimaga ochilmayapti? Ochilish uchun kimdir pistonga o'tirish kerak ekan. Aha, kim o'tirishini bilaman. Jamol, do'sting sal bizga yordam bera olmaydimi? Uni pistonga o'tirgizib to'g'ri ish qildik degan umiddaman. Endi qochishimiz kerak, xolos. Lekin bu yerdan burdalar juda ham to'lib ketibdi va u yoqda kimnidir ko'ryapman, bro. U normismi? Juda ham kattalib ketibdi. Bizni yeb qo'yishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak. U juda ham baqaloq jitel edi. Hammani ishni yoqtirar. Yo, kelyapti. Qochamiz, Jamol. Let's go, qochish kerak. Qoch, Jamol, qochishimiz kerak.